Assalomu alaykum, yaxshilar, qishloqdoshlar, hurmatli uzoq yaqindagi qadrdonlar, albatta musofirga yurgan musofirlar, qishloqqa yurgan qishloqdoshlar, avvalambor hammalaringizni mana shunday xayrli ishga jalb qilamiz. Kengizlar qo'llaringizdan kelsa yordam qilingizlar. Bo'lmasa bir og'iz so'z bilan haybarakalla deb ketsalaringiz ham ancha ishimiz yengillashadi. Mana shuncha ishlar albatta o'zimizni yelimiz uchun, xalqimiz uchun bo'lyapti. Bu xayrli ishlarni albatta ajri bor. Bu xayrli ish ko'prik ishlari. Bu albatta hadisga kelgan, Qur'onga kelgan, payg'ambarimiz tavsiya qilgan xayrli ishlar. Hammalaringizni yaxshi kunlarga, shunday xayrli ishlarga nasib qilsin topganlaringizda. Yana nima deylik, rahmat, mana shuncha odamlar tashkillashtiryapti. Boshga turib uyi joyini, bola chaqasini, ro'zg'orini, ishini qoldirib kelib xizmat qilyapti. Rahmat hamma. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz birodarlar, mo'min musulmonlar, ana inshaalloh Alloh uchun xayrli ishlarni boshladik. Boshlaganimizga bir necha kunlar bo'ldi. Mana birodarlar, kimlarning imkoniyati yetsa puli bilan yordam qilyapti. Kimlaridir xizmati bilan, yana kimlaridir mana shu videolarimizni tarqatib, shuni ko'rib bir xillari kelib, biz ham shu savobga qo'shilaylik deb inshaalloh qo'llaringizdan kelganlaringiz puldanmi, ish bilanmi, qo'l bilanmi, yana qanday xislatlaringiz bilan kelib yordam qilingizlar inshaalloh. Kengizlari. Shu payti artistlarni olgan puli halol etdi, Firdavs. Changi pul aytadi, ish pulda o'qityapti. U payti ana ichi olganlar bo'ldi. Aytdi. Birisini tarqasa birisi keladi yana. Bir shikast yeb ketaydi testib. O'tga yaxshi gap gapirmangiz degan. Bundan keyingi rizqlarimizda bundan ham ziyoda qilsin. Parvardigor shu hasharimizga sadaqa qilib kelgan birodarlarimiz oilalariga tinchlik, omonlik, sog'lik, salomatlik, fayz, baraka ato etsin. Nimada yaxshi niyatlari bo'lsa, orzulari bo'lsa, ovozlariga yetib yursin. Alloh shu yerga kim hissasini qo'shadigan barcha birodarlarimizga ikki dunyo saodatmanligini ato etishingizni so'raymiz. Alloh akbar. Borlaringizga shukr, yigitlar.